Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akbatul muttaqin. Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vahdina ve veffikna ilal hakki ve ila tariqil mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alemin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefqahu kavli ve ba'd. Bugün Allah subhanahu ta'ala'nın fazl ihsan ve inayetiyle okumakçı olan dersimiz 56. ders i'rabul fi'l mudari degan şu mevzuda ders kılışımız inşallah. Musannif deydi irfa' mudari'an iza yujarradu min nasibin ve cazimin ketes'adu ve bilanin sibhu ve key kezabi'an la ba'da ilmin velleti min ba'di dan فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا من بعد عتب وقعا. Musannif deydi rapiqgen pil muzarini kaçan yalanaş kılınsa pil muzarini zever kuğuçu amildin. Amil nasip mesela en, len, key, izen, hatta degenden ibaret şu altı hurufla bu pil muzarini zever kıldığın huruflardan de. Muşu harflerden hali olsa, yani muş harflerden çoğu yalanaş olsa, pil muzarini pişu kıgın deydi. Ve şundakla amil cazimdin, cezm kılgan lem, lemma, lamil emr degan koşar. Bu xil amillerden çoğu yap yalanaş kılınsa, bunu hali kılınsa, pil muzarini pişu kıgın deydi. Tes'adu koşar. Sa'ade yas'adu. Pil muzari oldu, tes'adu degan. Bu pişu kıldı. Bunun da ya hiç kandak zever kılgan amil nasip hem yok, valla amil cazim hem yok. Müşnak amil nasip, amil cazimden çoğu pil muzari yalanaş kılınsa, hali kılınsa, şu vakitte pil muzarini pişu kılgın deydi. Bunun hem de pişu kılış hakkında ölmalar biraz iki xil göz qaraşı. Birisi deydiken bununki bu pil muzari bir isminin ornu düşkeşke deydi. Mesela Zeydun yadribu diyenin üzde yadribu diyen pil muzari oldu da Zeydun ahud urvatudu desek bu yadribu diyen gel daribun ornu düşke. U yadribu da pişu kılışı bu zaribunun ornu düşken. Düşkeşke şu cihetin pişi oldu ki ama Zeyd'nin ki mutluda Zeyd oldu yadribu haber oldu. Aşının tesirlen pişi okudu da bana da kalıma bakın. Bu Zeydun yazılır ki yadribu zaribunun orundaki kegeşke Zeydun'un tesirlen pişi okudu değil kalıma bakın. Deyilip de yak bu amil nasip ve amil cazimden hali oğaşka yalanaş boğaşka bu pişi okudu hiç kandak nasip kıldıkan ve cezbulga amil boğ. Bomboğaşka Ucayetim pişu kıldı dep ondan deyildi. Bu musannifning tanışmış ekan. Musannif moşun gumaylıptı. Xoş. Ve bilenin sibhu ve key kezabi'en la ba'da ilmin velleti min ba'diden ve lenulen zever okunu pil muzarini. Ve bilenin sibhu ve lenulen nesb okun o pil muzarini. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني ayet-i kerim kendine len tenalu mana ana hoştur ve keylen hem şunda nimkren pulmuzarın zevar okren keylen şunu hoşaş enlenem deydi bak nasıl bulundu pulmuzarını kaçanmış o nasıl kılçı harip aş pulmuzarı şu hemrav kese
O nasbılga hurup qaysı degende lan, kay, en yani izen ibaret. Lan adribe degendek. Lan mesela citu mesela kay etealleme degendek kay etealleme mana. Ve uridu en takume ve izen ukrimeke degan qo'shish. Mushu harflar qanday qiladi? Mushu harf nasib ham bir olgan bo'lsa, u vaqtda pulzarincho zavar qiladi deydi. La ba'da ilmin deydi. Ammo alimadin keyingi bo'lib qolsin, u vaqtda zavar o'qimaydi. Emas, u pulmuzarining zavar o'qilishi ilmidan keyin bo'lib qolsa bo'lmaydi. Ya'ni u pulmuzari qachon chiqib qolib qolsa, u an ilmidan keyin, alima ya'lamu dinkin va u ilmining o'qishidan keyin yatayaqqanu bu degandek masalan onun o'qishidan an yani ilmidan keyin ko'p qolibdi. Ya'ni yaqinni jazmiyatni uqtirgan narsa shunday bir pildan keyin kelib qolibdi. U vaqtcha u andan keyin o pil muzarincha rafi qilish vojib deydi. U vaqtda u an huruf nasib bo'lmay bu an muhabbaba bo'ladi. Ya'ni saqilidin naydi eg'ir yilqi annadin yengil qilingan an muhabbab bo'ladi deydi. O amil nasib bo'lmaydi. O yilqi huruf mushabbatu bil pil bo'lgan bo'lib, o naydi nima saqildin nun mushaddadin nun saqildin nun muhabbab bo'lgan bo'ladi deydi. Masalan alima yoki alimtu an yaqumu degan o'xshash. Alimtu an yaqumu. Taqdiri annahu yaqumu demakchi deydi. O'shada an nimdan bo'ldi, kim bo'ldi, nadi keldi? Ilmidan keyin keldi. Ilmidan keyin alimtu an yaquma deb. Bu yerdeki en aslisi bu en sakilidin bo'lgan bir muhabbaba yengil qilingan en. Bu vaqtda bu ancho pilmuza hurf nasib bo'lmay bu qanday qiladi? Bu en muhabbaba yani sakilidin tashkil qilingan nundan yengil qilingan nun en muhabbab bo'ladi deydi. Onun takdiri alimtu en yakumu deganning o'zi alimtu ennehu yakumu degan bo'ldi. Bu vaqtda annani tahbib qilindi. Alimtu en yakumu deganda annani tahbib qilindi, yengillashtirildi va uning ismisini az qilindi. Ismis qaysi? Zamir mansub muttasil. Ennehu hu. Zamir mansub muttasil. Va uning xabari qilib qoldi. O xabar qaysi? Yakumu shu. Yapım enninki xabari qanday qilib pisholadi. Ismis xabari pisholadi. Bunun o'zi demak pil muzarini bu ancho zar qilmaydi. Bu an muhabbaba an saqilidin deydi. Vallati min ba'd dan va anda bir narsinki yana dandan keyin kelib qolsa deydi. Zanning keyin kelib qolganda qanday qilgan vallati min ba'd dan degan bu tavanga oid bu. Va andaq bir anki dandan keyin kelib qolibdi. Tansib biha va raf'a sahih va taqid. Tansib biha va raf'a sahih va taqid. Dandan keyin kelib qolsa o anilan pul muzari nasb qilgan va raf'ini to'g'ri qilgan deydi. Demek onun işki veci doğrusu demekçi. Kaçan danadın gibi kıp kalsa. Yani başına ruchan nokturduğun danna degen bir nesin 60-70% boğalık nokturduğun nesinin uzune nindeytok danna deydik. Ruchan deyiletti. 50'te 50 kıp kalsa şek. Ondan devam kıp kalsa vehme. Mesela. Yani bu rucuhan geldik şu bir nesin 60 yoki 50'den ishbetgini ilmincha yaqin darsga yetmay yaqin darsda bilan shak orlig'ida bo'lganimiz rujuhan. Rujuhanni uqtirgan narsadan keyin tushibdi. Ya'ni demak rujuhanni uqtirgan narsa zanna va dannadan o'xshashlardan keyin tushib qolibdi bu nima? An.
Bu vaqtda bu endin keyin kelgan pilichu ikki vaji durus deydi. İkisining birisi bu vaqtda nasb o'qish. Nima deb bu annini bu shu anni bu muzarinin nasb qilgan harflarning birisi deb qarab turib uni zavar o'qish. İkincisi rafi o'qish. Bu annini shu asl annati bu musaqqalti uni da muhattab qildik deb qarab buni pish o'qish. Danantu en yaqumu yoki danantu en yaquma degan o'xshash. Ikki vaji durust. Dandan kim bo'lgan narsa, unda bir anki, dandan kim bo'lgan an nasb qilgan bu pul muzarini o an bilan dandan keyin o danning o'xshashlaridan keyin tushgan andan pul muzarini nasb qilgan va rab'ini mo durust qilgan. O rab'in durust qanchaqlicha vaqtda va'taqid taxfifaha min anna fa huwa muttarid. E'tiqod qilgan u rab'i qilgan chaqda u anninki yengil qildig'ini e'tiqod qilgan. Bu aslsiz saqil ekan, an muhabbat musaqqal ekan. Bu yengil qilinibdi. Bu saqil ekan, buni qilinibdi, xafif qilinibdi. Annakan to'q aslisi bu an qilinibdi deb e'tiqod qilgan. U anninki nimasini taxfif ekanligini annadin taxfif qilinibdi. Buning binoan bu pishib qilib qolibdi deb tushungan deydi. Buni e'tiqod qilgan yoki ashun niyat qilgan qachon rabiy qilingan chog'da deydi. Fahva muttarid. Bu xil o'qilish bu masalan dan va danninki o'xshashlari, ya'ni rujhanni uqtirgan pildinkin kelgan anning o'zida ikki xil o'qilishning durust ekanligi bu qoida kulli muqimlashgan bu umumlashgan masalalar dedi. Fahva muttarid. Masalan degandek zanantu an yaqumu yoki zanantu an yaquma ikki durust demakchida. U vaqtda taqdirim degan bo'ldi rafi bilan qanda zanantu an yaqumu deb pishlar o'qanchaqda uchun taqdirima zanantu annahu yaqumu degan bo'ldi deydi. Bu anni nimani taxfif qilindi an bo'ldi. Onun ismi hazf qilindi. U zimir mansub muttasilni annahu hune hazf qilindi. Qilib qolgan nima bu yani an qilib qoldi deydi. An yaqumu deb. Uning xabriga yaqumu ashunisi qilib qoldi deydi. Pili va fayla qilib qolgan bo'ldi shunaqa. وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا va u arablarning ba'zisi qanday qildi deganda ihmol qildi, muhmil qildi. An buni amaldan bo'shtyapti. U arablarning ba'zisi, ya'ni hammasi emas, ba'zi arablar bu annicho anninki o'zining rolga o'zining xizmatini joriy qildirishuncha bo'shtib qo'ydi. Ahmala. Nima uchun? Hamla qilgan jahtidan, juhilganlikning jahtidan alama uxtiha. O'zininki uxtisi bo'lgan maga. Bu an, bu ma har ikkilisicho masalan bu pil muzarining o'zine pil muzari kirib qolsa, bu pil muzarini mastarga yuradigan shvatida shu jihatda bu bir-birisi bilan urug' tuqqandi. O'zining uxtisi bo'lgan, o'zining otisiga singisi bo'lgan mağa yüklegenlikning jahtidan bu angacha amal berishni boshlayapti deydi. Qachon bu yaqin yoki rujhandan keyin kelmasa, yaqin rujhandan keyin kelib qolsa, u yuqori degandek. Agar qanday bo'lmay qolganda, qanday qildi deganda buni o'zining uxtisi bo'lgan o'zining qarindoshi bo'lgan may mastariyaga hamda qildi. Ikkilisi bu pil muzarincho mastarga tushiradigan boshqa. Masalan, uridu an taqumu. Debda uridu an taqumu. Ajibtu mimma taf'alu degandek. Uridu qiyamaka degan bo'ldi. An mana mayada taqumu degan pil muzarincho mastarga uratib an taqumu degan pilni
Qiyamaka degan masal yuradi. Uridu qiyamaka. Acibtu mimma tef'alu degancha bu ma ham qandaki en pil muzarini masal yurayotgandek belki ma mimma tef'alu. Bu tef'alu degan pil muzarini bu ham masal yuryapti. Nima deb? Acibtu mimma tef'alu degan acibtu fi'laka. Acibtu yoki min fi'lika. Acibtu min fi'lika deb. Ma tef'aluni bu masal yuryapti. Demek qaysi jihatda bu ikkisi qarindosh bu en qanday qilib bu maning qarindoshu qilib qoladi degan ikkisi bu pil muzarining o'zini mastarga o'rgatish qarindosh. Mushu qarindoshlikni ko'z tutib bu ennicho maga hamla qilib maga yuklayapti. Ma qanday muomala qilindiki mamish qanday pil muzarining o'zinicho zavar qilmaydi. Qayda qachon acibtu mimma tef'alu deganda mana ma'no hech qanday ta'sir olmadi. Ana o'xshash ba'zida bu anmu hech qanday pulmuzarga ta'sir qilmaydi. Buniki ma qanday ta'sir qilmagandek deb shu anni maga hamla qiladi. Maga qilgan muomaladek muomala qildi. Kim ba'zi arablar ba'zi shuna sanab qildi. Haysu istahaqqat amala. Bir joydagi bir amalga loyiq bo'lgan yerda amalga loyiq bo'lgan yerning o'zida bu hamda bir beytni qopin to'ldirishdan kelgan bir jumla bu amal degan bo'lsa bir nimada bir amalga loyiq bo'lgan yerning o'zida mana amal bermay qolib qoldi mag'ushib qolib qoldi mag'ushib amal bermadi amaldan bo'sh qoldirib qo'ydi deb buni adabdi xo'sh va nasabu بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة endi bu ba'zi arablar yoki nuhatlar uzran bu shu nahviy o'lmalari qanday qildi nasb qildi ular zavar o'qidi ular izan bilan mustaqbalni an lan kay izan hatta degandek shu izan bilan mustaqbal bundan kim bo'lmoqchi bo'lgan muzari mustaqbalni zavar qildi deydi. Qachon bir shart bor ekan demaydi. In suddirat wal fi'lu ba'du musala. Agar mushu izancho boshqa chiqsa, o izanni beshiq binasi qilib qolsana, nima bo'lmaydi? U omil nasib bo'lmaydi deydi. U beshiq chiqish kerak. Masalan, ana atika degandek ana men san kelinman deb bir odamga birisi debdi-da, men sana hozir kelyapman, bormasdan qishqin deb. U vaqtda izan ukrimaka. U vaqtda ikrom qilaman seni deb izan ukrimaka. Bu kelmoqchi mustaqbal oldan, izan ukrimaka. Izandan beshi hech qanday binas chiqmadi. Balkim izan eng bosh chiqdi. Izan eng nima bo'ldi? Sadarat oldu. En suddirat degan eng töde. En beşik çıkkan bolsa, en beşik keltirilgen bolsa, en suddirat. Eğer bunu en baş keltirilgen bolsa, o vakitte o nuhat nahiy ulmaları pil muzari mustakbalni izan bilan ham zavar o'qidi deydi. Val fi'lu ba'du musala deydi. Yani bununki demek bu bu yine birkaç şartlarla yani 3 xil şart var ekan da. Bu izanninki amil nasib muzariyni nasib qilganlar qatoridan bo'lishning sharti 3 ga. Üçünün biri pil mustaqbal bo'lish. Yani izan ukrimaka. Ana atika deganing javobida izan ukrimaka. O vaqtda men seni ikram qilaman deb pil mustaqbal bo'lish. Ikkinchi bu en baş kelgan bo'lish. İzan ukrimaka. Uning beshiga binasi qilib qolsa bo'lmaydi. Hech qanday binasi qilib qolsa bo'lmaydi. Xolis baş kelish kerak. İzan ukrimaka. Üçüncü bu izan bilan bu izanning mansubning oralig'ida bir fasil bo'lmasa bo'ladi. Bu fi'lu ba'du musala. O fi'l izandan keyin ulinib kelgan bo'lsa bo'ladi. İzan ukrimaka. Mana hech qanday izan bilan nas bilan pil muzari mansubning oralig'ida ukrimakaning aralashganda bir fasil binasi bo'lmadi. Mubosharatan keldi.
Muşun o'xshash bo'lishi kerak. Mush vaqt ostida, mush xil shart ostida u nuhatlar, nahvi ulmolari qanday qildi deganda izan bilan fil muzari mustaqbalni zavar o'qidi deydi. Agar u vaqt u fe'l o izandan keyin bo'lgan fe'l g'olib qilibdi, nasib qilmaydi u vaqtda. Masalan qanday deganda uhibbuka debdi. Men seni yaxshi ko'raman. O vaqtda esa masalan izan adunnuka sodiqan debdi. U vaqtda gumon qilaman seni rost so'g'an holatda gumon qilaman deb. Mana filmizlar fe'l mush izandan keyin kelgan fe'l mush fe'ldan keyin g'olib qoldi demay adunnuka degan fe'ldan sodiqan hol oldi-da. U vaqtda gumon qilaman seni rostsil deb gumon qilaman. Rost so'g'an holat deb gumon qilaman. Uniki nima bo'ldi deganda adunning ikkinchi xabari. Ammo bu bir aşın haltını böldü de. Onun bir hal çıkıp kaldı. O vakit nasıl kılamaydı o değil. O izen adunnuke sadikan diş doğru geldi o vakitte. O arguz adunnu izen adunnuke izen adunneke sadikan değil olmaydı. İzen gerçi adunnunun beşiği çıkan bolsun mu? Arp hasıl bulmagan bolsun mu? Lakin ne bu kaldı degende bu mustaqbal olmay alıp kaldı da izan adunnuka sadikan da okuymiz deydi. Alıp kalgalık şun. Mustaqbal oluş gerek deydi şart. Bu adununu rapi kuş vacip oluş. Şun şaşkanda degende yine o pil muzarine o izan dinkin kegen pil muzarine uzun rapi kuş vacip. Kaçan mesela beşik çıkmışsa sadaret yani tövbe çıkmışsa. Mesela Zeydun izen yukrimuka deymiz değil mi? İzenni beşiği Zeyd'in ahun çıkıyordu da. Zeyd ahun vaksızını ikram kılıyordu da. İzennin o nimbomaydı o beyde nasıl kılamaydı. İzen yukrimuka diyemeyiz. Zeydun izen yukrimuka deymiz. Ergüz Zeydun izen yukrimeke değilmeydi o değil. Bu sadaret yoktu koydu. Hoş. Şunun o'xshash o'ninga agar harf atfidan birisi ilgari qilibdi. Harf atfi ilgari qilibdi. Bu vaqt fil muzari'cho rab'imi durus va nasb durus. Va izan ukrimuka. Va izan ukrimuka. Yoki va izan ukrimaka. İki vecih durus edi. Çünkü bu izan sadarat yo'qib qo'ydi. In suddirat degan shu. Buni sharti biri pil izendan keyin pil mustaqbal bo'lishi kerak. Ikkinchi bu izen cümlenin en beşida chiqqan bo'lishi kerak. Uchinchi izen bilan izenning mansubiniki tumzori aralg'uchi hech qanday bir fasl bo'lmasligi kerak deydi. Xo'sh. أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا من بعد عطف وقعا. Yoki u izandan keyin qasam bo'lib qolibdi. Agar fasl qilib qolsa, qasam uningdan demak izan bilan o izanniki ma'muli mansub muzarining orlig'ida qasam bo'lib qolibdi. Qasamdan fasl qilinibdi. U vaqt shu nasib qilindi deydi. İzan vallahi ukrimaka mana deymiz deydi. Vansib varpa'a. Onu yoki nasb qilgin va rafi qilgin. İzan min ba'di atfin vaqa'a. O izandan burun qasam bo'libdi. Qasam bo'libdi. Qasamdan fasl qilinibdi. İzan qandaq İzan vallahi ukrimaka. Yumuşaş bu izan bilan amil nasibdan amil mansubniki ma'mulniki amildan ma'mulning arlig'ini vallahi qasamdan fasl qilindi. U vaqt qanday qilindi deganda yana uni zavar qilindi. Vansib varpa'a va nasb qilgin va rafi qilgin qachon izan tushsa u izan atfidinki
aytmadan keyin chiqib qolibdi. U vaqtda o'nichu qanday qilindi deganda uni yana ixtiyor qil, rafiq qil, ixtiyor qil yoki nasib qil deb masalan nima deymiz deganda va izan ukrimuka degan o'xshash. Onunğa harf atf o nimaga o izanga masalan harf atf ilgirib qolgan bo'lsa, bu fil muzarining o'zida rab ima durust va nasb durust. Va izan ukrimuka yoki va izan ukrimaka ikkilisi durust deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz vaqt itibariyle müşahede olsun inşallah. Dersimizin devamını Allah xalsa davam qilamiz. Va axiru davana elhamdülillahi robbil alamin.